qilyapti. Yo'q, sizlar qiling meni. Senga bizr qilyapti. Nima qiladi? Nima qiladi? Sen o'zingdan oshyapsan, sen tentak bo'lgansan. Senga biranta gap o'rgatayotgan bo'lsa, u gavoga ahmoq bo'lsan, kirib. Hech kim hech narsa qilgan. Sizlar qildinglar miyam. Men seni miyangga nima qilib uni singdirdimmi? Isbotlab beraman. Ustodim, yerda nima qilasan buni? Isbotlab ber. Men seni miyangga borki, nechtaman sig'dirganim yo'q. Barakalaashda yashab yurganingiz uchun dedi. O, yaxshi. Kim Men aytdi? senga borki, mana yerda O'shani tovib kechib yoqa. miyangda bir hisob kitob bormi senga? Bor, Xudoga shukr. Qani, o'nga o'nda qo'ysa nechi bo'ladi? Qaymi? O'nga o'nda qo'ysa nechi bo'ladi? Javob nechi? Hisob bormi? Senda hisob bor. Hisoblab aytchi, shu o'nga o'nda qo'yishchi. Boshqani eri yo boshqani unisiga qarab oyog'ingni uzat. Nimaga qarab oyog'imni uzatdim? Ko'rpangga qarab oyog'ingni uzat. Oyog'ingni uzatmayapsan. Hammani Hammani unisiga qarab borki tosh otyapsan. Sizlar uzatyapsizlarmi? Hammaniki tosh otayotgan sensan. Sizlar otyapsizlar. Isbotlab berchi. Biz otayotganimizni qani isbotlab bering. Isbotlab. Qani? Shu o'rsinib shatalg'at qo'yanchig'i tutib buni o'zi. Ertaga dadang bilan keladi, dadang bilan yaxshigina gaplashamiz, sen borki. Men uni Kattaroq tuhmat qil. ayam bor, Kattaroq tuhmat qil. Aymi? Bet otasi. Seni borki, urib o'ldirib qo'yganda ham rozi edi. Qaymi? Otasi bo'pti. Otang aytdi, agar urgan bo'lsa, dunyo urgan bo'lsa ur dedi, bola urgan bo'lsa dedi. Qaymi? shu ham otamidi. Sizlar otalar sifat qilyapsizlarmi? Sizlar qilyapsizlarmi otalar? Biz otamizga sen ishing bo'lmasin. Zakonni hurmatini qilib qo'yding u kuni. Alkatsan, undaysan, bundaysan deb. Yig'ishtiray mojarangni. O'zi yig'ishtirsa. Tuvalga kiray. O'zi qildi-ku. Nima qildi o'zi? Sizni olib yuribsiz. Olaman-da. Sizlar shu uchun. Ha? Lubbayni aytibki, Lubbayni aytibki. Qani shu yerda bir kun ham yashaysanmi? Qani endi? Yashayman. Yashattiraman men seni, tushunding? Yashattiraman men seni. Qani nima qo'lingdan kelar? Kelar. Puq kelar endi qo'lingdan, tushundingmi? Ey, bilganingga bor. Ayamni jalabdigan uchun javob berasan. Sen isbotlaysan. Sen birinchi aytdingmi, sen aytasan. Tushundingmi? Ayamni qanday qildi? Qizingni urib, mana yerda yig'latib, chirillatib aylantirding. Bilasanmi? Ana shunday uyda hozir shunday videochalar turibdi mana bu. Ko'raman men seni. Qani? Ukangiz vaqtida ayam jalab dedi. Degan bo'lsa degandir, men aralashmaganman. Men qaytaryapman mana. Qayindan jalab degan uchun javob berasan. Ha, ayam javob beradi, ayam. Sen javob berasan mana yerda. Dadamdan aytgan. Sen ayang bilan yashayotganing yo'q. Ayam bilan yashayapman. Ayang bilan yashayotganing yo'q sen. Haymi? Qani ayang? Qani ayang? Haymi? Qani ayang? Sen ayang mana uyda mana qayinning. Haymi ayang? Sendan voz kechib bo'lgan ular. Hech qachon voz kechgan. Tushundingmi? Sen u oila emas endi. Mana yerda sen yashayotgan oila mana yerda. Tushundingmi? Nima edi? Nima edi? Shu yashayotgan oilam. Ha? Yashayotgan oila nima edi bo'lmasam? Shu yashayotgan oilam. Sen kuchukka nima edi bo'lmasam? Aytchi. Bilaman nimaligini. Nimaligini ayt. Qanaqa oila ekan? Haymi? Qanaqa oilaligini ayt, o'sha gapingga javob ber. Sen gapingga javob ber. Javob beraman. Qanaqa oila ekanmiz?